Mana Yersin Emre degan hozir neda yurgu internetda bilasizlar. Yersin Emre degan jigit o'ta miqda vaqshi jigit, to'ra jigit bu jigit. Hozir o'sha salafiylarning butun quyruqlarini qayerga qistirarini bildirmay jiberdi o'sha. O'zi Chimkentda bo'ldi, Olmaotada bo'ldi, hozir Atrovda sonday alhamdulillah ne bir azamatlarning ko'zini ochib beryapti-da. Ko'zi ochilib qancha jigitlar o'zlarining adasib kirib ketgan yerlaridan qaytib tavbaga kelyapti. Alloh umrini uzoq dini sog'sin. 7 qiroat bilan o'qiydigan jigit Yersin men Erkinbek degan jigit eka vaqt bizda. 7 qiroat bilan o'qiydi, ari ijozasi bor bo'lardi. Soning akasi Alaydar degan kishi. Alaydar degan kishi Buxoroda o'qigan. Alaydarning atasi Tursunbek ba, sonday ekanda, janob Tursunbek degan kishi, ya'ni bu Yersinning babasi. Yersinning akasi Alaydar, Alaydarning akasi janob Tursunbek. Ömür qatinga qaramaydi ekan, ömür qatinga. Turib turaverar ekan. Qachon ketib qolgandan keyin boshini ko'tarar ekanda. Keyin buni bir sinayqchi deb hech kim yo'q yer dedi. Bir adama kiyingan ayolda jiberibdi o janob. Shu jibersa, ana ayol hech kim yo'q dedi janjaqda dedi. Agorotda endi. Turib o'tirib olgan dedi. Ana ayol ari o'tirdi, beri o'tirdi, ari beri, ana o'sib turib olgan dedi. Ana adam ayol yetib ketgan ekan, boshini ko'tarib jumusina ketdi. Traktori bor ekan, o'ksa traktor ekan. Traktorni shu darajada qaraydi ekanda o'ksada. Bayaqda barimiz bilamiz, traktor ishdan bir may bo'lib yuradi. O'ksinde traktorinde may bo'lmaydi ekan, ustinde may bo'lmaydi ekanda. Qarang, namoz qilgan odam bor-ku, namoz qilgan odam qanday bo'ladi-da? Qanday ko'rsatib qo'yganda, buni istayotgan narsa ne? Iymonda. An-nazafatu shatrul iymanda bu qarang. Tazalik iymonning charsi. Keyber jigitlar ana ajib diyor, mashina minib qarasang 13 ni kapsta eksang da bo'ladi, pomidor eksang da bo'ladi-da. Ana mashinaning ishi bor-ku, o'sha bardak bo'lib ketgan-ku. Uytmanbek kerak. Bu musulmonlarga jarasmaydi. Men ko'p musulmon jigitlar ursam, "Ne mana mashina, ne qilib bergansan?" Bu nig'matda bu. Nig'mat bu. Million Zaporoj bo'lsin. Ayniqsa bo'lgan bizning o'zbek og'ayinlar o'ta miqta qaraydi. Anan Zaporojni ko'rib turib tushkun kelmaydi-ku janada. Bizdagi ne bir Mercedes'ni ko'rib turib o'tirgin kelmay ketadi. Janob bir kuni so kolxozning jerini aydaydi, ana qiladi, mana qiladi, peshin vaqti bo'lib qolgan ekan. O'qishga kelib turib janob namozni o'qiyotsa, Moskvadan komissiya keladi bo'lgan vaqtda. Moskvadan. Analar kelib qolgan vaqtida tillar ketib qolgan qarasa ana namoz o'qib o'tirdi. Namoz o'qib o'tirdi. Endi dirildib ana raykomdar, obkomdar shiyib bergan qo'y endi bo'ldi, bitdi endi, barimiz qiradi. Janob neden kelgan, Moskvadan kelgan o'risning o'zi kelib qarab turib, dininde miqta turgan adam ish yerda qo'r bo'lmaydi degan ekan. Qarang, dininde miqta turgan adam ish yerda qo'r bo'lmaydi degan ekan. Mana traktoring qarangdash, o'zing qarangdash, barini ulgurib o'tir ekan qo'y degan qo'y. Bir vaqt namozini qazo qilmagan ekan, bir vaqt namozini qazo qilmagan ekan qarang. Mana sodan qarang, 3-pokoleniya Yersin chiqib o'tirdi. 7 qiroatda qari ijozasi bor. Qarang. O'zi jamshid jigit ol jigit. 30 dan osgan ba, sonda yo'q. Qarangizda, alhamdulillah.